Sizga emas aka, forumingiz borligini, forumingiz hurmat qilyapman aka. Tushun bo'pti. Qayerga tushadi? Tushunda va. Tushunmayman aka. Mana shunday gaplashaman siz bilan. Qani tushundingiz? Yeching forumingiz bo'lmasa. Zapis ketyapti, videoga olyapti. Maqlay zapis ketayotgan bo'lsa. Aka, 100%. Boshda nima qilasan problem? Forumingiz hurmat qilyapman. Qo'ying aka o'ziga. Joni, yo'l urishma. Sen menga yaqin olib kelganda boshingga olib kelganda menga. Keldim mana. Men boshingda yaqinda hurmat bo'lmagan itarardim. Bo'ladigan gap qilsangiz, shundan ko'ra keling shu yerdan uy oling. Do'stlar, Bo'ston dahasidan gapiramiz. 13 ming dollardan 100 dona uyni yana sizlar uchun rasprodaja qilib qo'yib beryapman. Andijon shahar Bo'ston dahasida futbol maktabi Diyonada birinchi qurilgan gaz zapravkasining ro'parasida qurilgan mana shu binoyimizni yangi obyektini sotuvini ochyapmiz do'stlar. 13 ming dollardan bir xonali uylar tanlab olasizlar. Xohlagan etajingizdan xohlaganingizni sotib olsangiz bo'laveradi akalar. 1 so'm boshlang'ich to'lovsiz eskirot tizimga olaman deganlarga, subsidiyaga olaman deganlarga ham uylarimiz bor do'stlar. Har biringlarni quruq qaytarmaymiz. Hammanglar kelinglar, mana shu Bo'ston dahasidan uyli bo'lib ketasizlar. Do'stlar, bugundan shaxsan o'zim masala sotuvda o'tiribman, bemalol kelib uylar xarid qilsanglar bo'laveradi. Pulingiz ozroq yetmasa ham sizga uy bera olaman. Eskirot tizimiga olsam uy bera olaman, subsidiyaga olsam har qanday vaziyatda keling, bu yerdan siz noumid bo'lib ketmaysiz. Har biringlarni men o'zim uyli qilaman do'stlar. Bo'ston dahasida hammanglarni kutib qolamiz. Mana shu uylar hammasi sizlar uchun do'stlar. Kelaverasizlar.